Osmani sultanları. Sultan Yıldırım Beyazıt. Osmani devletinin 4. padişahı. Hüküm sürgen devri 1389 yıldan 1403 yılgacha. Sultan Beyazıt 1360 yılı Bursa'da doğuldu. Öz devrideki dağlık ustazlar da okudu. Dadis seferge çıkıp ketken vaqtlarda devletni başkurdu. Harbiy hareketlarda berishqi tegishlik yerga hayron qolarliq tez suratda yetib borganligi uchun Yıldırım, ya'ni chaqmoq degan unvonni oldi. U 1394 yili Qohiradagi Abbosiy xalifasidan Rum sultoni degan unvonni oldi. U sulton unvoniga erishgan tunji Osmani podshohidir. U tunji qitim 1395 yili İstanbulni muhosiraga oldi. İstanbulning muhosiraga ilinishi, Osmanilar chegarasining Macaristonga yiqilishishi, Bulg'aristonning Osmanilar hokimiyatiga o'tib ketishi qatorliq voqealardan keyin butun Yevropa davlatlari Osmanilarga qarshi birlashdi. 1396 yili sentabrda elib berilgan urushda Osmanilar g'alaba qildi. Meg'bolu urushidagi g'alaba bilan davlat Anatoliya va Balqon rayonlarida kuchlanib, bir imperatorlik holatiga keldi. Sultan 1. Beyazıt 1403 yili 9 mart payshanba kuni vafot bo'ldi. Uning meyiti Bursa'ga keltirildi. U 1406 yili Yıldırım masjidi mozorligiga dafn qilindi. اذكر الصديق فخرا وابن عفان البئر سلان والفاتيح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان